Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz hamyurtlar, subhanalloh. Men bugun juda ham xursandman. Bugun bolalikdagi orzuyimga yetgan kun. Kim ham o'ylabdi deysizlar? Yoshligimda rahmatli onajonim pishiriqlar pishirib bizni katta qilganlar. Onajonim o'sha paytda aytardimki, onajon xudo xohlasa men katta bo'lsam, meni katta fabrikalarim bo'ladi, shirinlik ishlab chiqaradigan, sotadigan restoranlarim bo'ladi derdim. Subhanalloh. Allohga osonda hamma ishlar. Mana bu hozir biz tushib kelayotganimiz o'sha orzularni ijobati. O'sha go'zal kun alhamdulillah yetib keldi. Ya'niki Rahmat Chef. Rahmat Chef restoranimiz bugundan e'tiboran aziz mijozlarimizga, aziz xalqimizga eshiklarini ochadi. 100 dan ziyod shirinliklarimiz, noodatiy antiqa, nodir taomlarimiz sizni kutyapti. Alloh bu boshlanishlarni xayrli, barokatli qilsin va albatta aziz xalqimizga yangi go'zal saxovat maskani, shirinlik maskani muborak bo'lsin. Qadrlilar, hech kim uchun sir emas. Mana shu yerda kichik bo'lsa-da, lekin yillar davomida sinalgan jamoamiz jam bo'lgan, qadrdonlarimiz jam bo'lgan. Bizga faqatgina mana bunday yo'lni tutsak yaxshiroq bo'ladi. Mana shu yering kam ekan, lekin birovga kamimizni oshkora qilmasdan o'zimizga maqsadlarimiz sari chiroyli tavsiyalar beradigan yaqinlar jam bo'lgan. Ko'p katta loyihalar albatta sherikchilik asosida yuribsalar. Jumladan ushbu go'zal loyiha ham, ammo sheriklar o'zgacha. Ikkitasi shu va ularning uchinchisi eng oliysi. Ham aytish kerak, mana shunday sherikchilikka qo'l ura olganimizdan va mana shu loyihaning 3dan 1 qismi, ya'ni daromadining 3dan 1 qismi faqatgina ezgulikka ishlatiladi. Mana shu go'zal koshonaning eshiklari eng taom sevar, shirinlik sevar insonlar uchun ochiq deb e'lon qilinadi. Shunaqangi bir yo'lga chiqqanmizki, bu yo'lda nima imkoniyat bo'lsa shuni dastak qilamiz. Bu ham shunaqangi dastaklarimizdan biri, yaxshilik yo'lida. Nima qilib bo'lsa-da, shu ulug' amallarimizda, yaxshilik yo'lida, saxovat yo'lida, bir-biriga mehr oqibat yo'lida